Hozir men hududini aytmayman, yozib oldim adresini. Men aytdim, hozir bitta bolacha, kichkina bir 12-13 yoshli bolacha yig'lab o'tirdi masjidda. Uydagi janjal tufayli. Ko'ryapsizmi, opoqisi kelmayapti, katta buvisi kelmayapti, dadasi kelmayapti, buvisi kelmayapti. Bolacha kelyapti, to'ygan o'sha hayotda. Bu kelmagani qancha ekan? Biz soqolni qo'yib, do'ppi kiyib olib, ehsondek qorinni ishirib yuraveramizmi? Shu mahallani kattalari eshitinglar, shu yerda o'tirganlar. Sizlarni hududlaringni gapiryapman men. U Namangonni gapirmayapman men. Yo Anjonni gapirmayapman men. U hududda ham bor o'ziga yarasha. Endi bizning muammo emas, u o'zi o'sha joyda hududidaglar o'zi hal qiladi bu narsani. Men bizning hududdagini gapiryapman. Qarayapsizlar. O'sha mahalladagi mayli xafa bo'lsa ham, nima desa desa, o'sha vijdonsiz o'sha oqsoqol. O'sha mahalladagi muammodan bexabar, xabari bo'lsa ham jon kuydirmaydi. Meniki ayollar yig'lab kelyapti. Mahalla raisi, mahalla oqsoqoli ishi bo'lmayapti deb. Yig'ishtirib qo'y bo'lmasam, bu shunaqa joyingni. Bor, ket u joydan. Oqsoqollikni topshir, raislikni topshir, qilma o'sha ishingni. O'zingni hududingdagi fuqaroingdan xabaring bo'lmasa, kim bo'lsang ham, qana odamsan sen? Eng vijdonsiz odam o'sha odam bo'ladi. O'zingni hududingni surishtir, tur. Hatto prezidentimiz aytayapti, hatto vazirlar xonasida o'tirmasin deyapti. O'tirmayapti ham-ku mana, to'g'rimi? Viloyat yurishibdi. Sen nima xonangda o'tirasan? Vazirlar xonasida o'tirmaganda sen kimsan xonada o'tirgan? Bor chiq yur xalq bilan. Yur mahallalarga kir, nima bo'lyapti, nima muammo, nima janjal, nima kelishmovchilik. Menga kasallar yig'lab kelyapti. 500 ming pul yo'q davolagan. Qilib bermaysan shu narsani. Ayt mahalladagi tadbirkorga. Ehson qilayotganlar va o'lgandan keyingi shariatda yo'q ehsonlar qilayotganlarga, shularga aytinglar, "Ey, bu ehson degani faqat non, choy qo'yib, dasturxon solib bu yedirish, ichirish emas bu. Yig'ishtiringlar bo'ldi uni ehsonlarni endi." Uni o'rniga o'sha ehson maqsad savobmi? Qiynalganga bering, bevaga bering, yetimga bering, kambag'alga bering, kasalga bering. Qachongacha yedirib qilaverasiz? Ha, desa, ehson bo'ldi, faqat yegan, ichgan shu xolos. Bo'ldi, to'xtatinglar uni ehsonni. Dasturxon solib ehson qilishni to'xtatinglar. Iloji bo'lsa meni umuman aytmaylar o'sha ehsonlarga. Chunki men borib o'sha ehsonga borsam, o'sha mahallada bitta yetim, qiynalgan, beva, kambag'al uyda qiynalib yotsa, men borib o'sha mahallada yeb ichib kelamanmi? Qanday bu? Qani islom? Bugun men ko'p gapirsam ko'pi jirrillaydi. Bugun soqol, do'ppi, namozdan boshqa nimamiz qoldi biz? Ayting, mana turib aytib beringchi, bunaqamiz bor deb. Vijdon yo'q, vijdon. Or nomus yo'q. Agar o'sha mahallada vijdonlilar bo'lsa, yetim